Kadiz qaynonam qaranglar nima ovqat qilib berdilar o'shinga. Ich to'la go'sht. Vachach. Menga va sovuq ovqat qilib berdilar. Sen o'zingning ovqatingni o'zing ye, men sovuq ovqatini men beraman dedilar. Qanday maza? Kadiz qaynonam bora. Qani, bismillah. Eng yaxshi ko'rgan ovqatimdan biri shu. Koreyaga birinchi kelganimda studentlik davrimda rosa ko'p yeganman. Bu ovqatni shu idishda gazga qo'yib pishiriladi va shu idishda yeyiladi. Gurucham issiq, ovqatam issiq. Kimchi sovuq. O'zlari dietada, shuning uchun faqat tofu yeydilar xolos. Ichida funchuzasi ham bor. Ikkachamiz har soat 8 da ovqati chiqadi. Ovqatini yeb bo'lgandan keyin shunaqa jivachgacha inaydi. Daryo. Ikkitacha inaydi. Bitta bersangiz yig'laydi. Shu oxirgisi bo'ldi tugadi desam yeb ketishini qaranglar. Tushunadi gapga. O'shaning uchun qaynonam itracha bilan dardlashadilar-da. Sovuqga nima ovqat qilib berganlarini ko'rsataman, ketdik. Chalmoq oyoq? 밥을 다 먹었어요? 아유, 여기 아직 있어. Dengiz o'tlaridan sho'rva, qo'ziqorinli salat va to'fuli salat. Wow, 이렇게 많이 먹어요? 잘 먹어. 우와. 얼마나 잘 먹는데.